Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Xo'p, bitta sifatga e'tibor berasizlar. Xo'p, oldingi partiyamiz juda tez tugaganlik hisobiga ko'pchilik dehqon aka-ukalarimiz ulgimay qolgan. Xo'p, shuning hisobiga xabaringlar bor, yaqinda Xitoy davlatidan xo'p 3 ta konteynerimiz juda katta partiyada yetib keldi. Inshaalloh buni bu yoq uzilish bo'lmaydi. Ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, mini traktorimiz ko'pchilik qachon keladi? Uka biz olamiz degan akalarga bugun qo'ldan kelgancha video qilib chiqaryapmiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini ezib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like, agar kamchilik bo'ladigan bo'lsa kommentarda yozib ketasizlar. Xo'p, birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi, xo'p 192 17 ta ot kuchiga ega bo'lib, saralka motor 1 soatiga 1 litr rasxod qiladi. Xo'p, kalitda zavod oladi hamda puskash orqali ham zavod qilsanglar bo'ladi. Juda qulay. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari 500 ga 12, ikkovi ham. Ko'rib turganingizda 500 ga 12 dan. Xo'p, qonnidan bemalol bir qo'lda bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Komplektimizga keladigan bo'lsak, komplektda orqasida mana o'zini universal omochi bo'ladi. Bemalol mana u yoqqa, bu yoqqa xohlagan tomoningizga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi mana. Bemalol o'zingizlarga qulay qilib ishlatsanglar bo'ladi. Hamda teleshka ulasanglar ham bo'ladi, chizel, qanaqadir texnika bo'lsa, xohlagan narsalarni ulasanglar bo'ladi. Bemalol. Xo'p, buni komplektida temir balon, ko'rib turganlaringizdek, temir baloni hamda frezasi bo'ladi. Xo'p, bunimizning narxini 22 million qilib beramiz. 4 ta balon hamda 4 balonga frezasi bo'ladi hamda temir balon omochi bo'ladi. Buni narxi 22 millionga qilib beramiz. Xo'p, o'rtadagisi bunimiz ham saralka motor 192 17 ta ot kuchiga ega bo'lib, xo'p balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari ko'rib turganlaringizdek 400 ga 10 bo'ladi. 400 ga 10. Bu ham saralka 1 soatiga 1 litr, 1 litrdan oshiqroq yeydi. Rollari bemalol bir qo'ldan boshqarsanglar bo'ladi. Xo'p, bunimizning narxini 18 million qilib beramiz. Buni komplektida temir, orqasiga temir balon, xo'p oldiga ikkita frezasi bo'ladi komplektida. Xo'p, uchinchimizga keladigan bo'lsak, uchinchimiz bu ham 192 17 ta ot kuchiga ega bo'lib, saralka motor bo'ladi. 1 soatiga 1 litr, 1 litr 200 yeydi. Xo'p, akkumulyatorlarga keladigan bo'lsa, akkumulyator juda katta Damas'gidan ko'rib turganlaringizdek, rol bemalol o'zingizlarni qiynamaysizlar. Oldingizga yetalab manaqa texnikalarni orqasidan yetalab, qiynab degandek bo'lmaydi. Bemalol ustiga chiqib, minib, xotirjam o'zingizlarga qulay qilib ishlatsanglar bo'ladi. Hop, bunimizning narxini 16 million deb belgiladik. Hurmatli obunachilar, hop buni 8-9 millionga olgandan ozgina qo'shib bemalol mini traktor olsanglar yaxshi, o'zingizlarga qulay hamda bemalol o'tirib boshqarsanglar bo'ladi. Hop, buni ham komplektida temir balon, oldiga frezasi bo'ladi. Komplektida omochi bor, uchovini ham. Oldingidek motobollarning orqasidan yurib silki qiynab yormaydi sizlarni, xotirjam juda maza qilib, juda bog'lari bor aka-ukalarimizga juda zo'r narsa. Uzun bog' deysizlarmi, olma bog' deysizlarmi, xotirjam ustiga chiqib bemalol oyog'ingiz ham charchamaydi. Sizni keyin ancha qulayliklari bor. Oyog'ingiz charchamaydi, eng qizig'i, qo'lingizni og'ritmaydi. Ustiga chiqasiz, bemalol oldida boshqarib ketsangiz bo'laveradi. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, cho'tki narxlarda yetkazib beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumani Axtachi Paket mahalla
Andijon tomondan kelishda Andijon aeroport 3 kilometr, Qumbozordan Isuzu bitta 3 kilometr ichkari kirasizlar. Manzilni juda ko'p so'raydi. Shuni hisobiga manzilni qayta tushuntirib o'taman. Andijon viloyati Asaga tumani Axtashi paket mahalla har doimgidek Dovon Optimdamiz.